Qur'on kitobini kim yozgan? Qur'on kitobini Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Alloh azza va jalla aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu taqulloha haqqa tuqotihi va la tamutunna illa va antum muslimun" deydi. Ey iymon keltirganlar, Allohga haqiqiy taqvo qiling, bu dunyodan faqatgina musulmon bo'lgan holingizda o'ting deydi. Ajib, bu kishini yoshlari taxminan 60 yoki 70lar o'rtasida, Alloh a'lam. Alloh azza va jalla bir bandasiga 60 yil, 70 yil umr bersa-yu, Robbisini tanimasa, dinini bilmasa, payg'ambarini tanimasa, Qur'on kim tarafidan nozil bo'ldi, kim uchun nozil bo'ldi, nima uchun nozil bo'ldi, buni bilmasa, ertaga qiyomat kunida Alloh taoloning huzurida u insonga hech qanday uzr yo'q. Imom Buxoriyda rivoyat qilingan hadisga ko'ra, payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom aytadilarki, Alloh azza va jalla bir bandasiga 60 yil, 70 yil umr bergan bo'lsa, demak u insonga Robbisining huzurida hech qanday uzr qolmabdi deydilar. Ya'ni inson 60 yil, 70 yil yashab, ertaga qiyomat kunida Robbisining huzuriga johil bo'lgan holatda yo'liqishligiga hech qanday uzr yo'q. Alloh azza va jalla aytadiki: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير deydi. Ular u joyda, ya'ni jahannamda, Parvardigoro bizlarni bu azobdan chiqargin, bizlar qilib o'tgan amallarimizdan boshqa yaxshi amallarni qilurmiz deb duo-duo qilurlar. Axir biz sizlarga eslatma oladigan kishi eslatma olgudek uzun umr bermaganmidik deydi. Bu uzun umr bermaganmidikdan murod Ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadiki, Alloh azza va jalla bir bandasiga 60 yil, 70 yil umr berishligi deydi. Sizlarga ogohlantiruvchi payg'ambar ham kelgan edi-ku. Alloh azza va jalla bizga payg'ambar alayhisalomni yubordi-ku. Qur'onni qanday tushunish kerak ekanligi, hayotga qanday tatbiq qilib yashash kerak ekanligi haqida hayotida yashab sahobalar bilan ko'rsatib berdi-ku. Bas endi azoblaringizni tortaveringlar. Endi zolim kofir kimsalar uchun biron yordamchi bo'lmas deydi. Alloh azza va jalla bizlarni bunday johil, zolim, kofir kimsalardan bo'lib qolishlikdan o'zi asrasin. Subhanakallohumma va bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك.